Jigarimiz, shogirdimiz karnivoy shov qilyaptilar. Hozir vertikalni shov qilyaptilar. Xudo xolisa, xudo nasib qilsa nomer 1 bo'lyaptilar inshaalloh. Albatta bizga o'xshab butun galaktika bo'yicha nomer 1 bo'ladi inshaalloh. Tak. Mux bilan yaxshi, obratnik valiklaringiz yaxshi. Sal tekisroq. Siz tepani sal ko'paytirib yuboribsiz. Yonlari cho'tki 2 mm, 2,5 mm chiqib turishi kerak и tekis bo'lishi kerak. Qarang. O, naryoqdagi boru. Mana bir tekis chiqqan bir xil joylar. Xuddi shunaqa qilib har taraflama mana mametlar qanaqa chiqqan tepalar. Xuddi aylanasiga shunaqa chiqsa 2,5 mm maksimum bo'lishi kerak, undan ko'p bo'lishi kerak emas. Atak hozir ham yaxshi yomon emas, uje sim berishlaringiz sal oldin tekis edi-yu. Hozir sim berishlarni uje tushunyapsiz. Bir tekis bo'lsin, shoshilmasdan simni pastiga sal kamroq beribsiz, lekin podrezlar, pravalli yo'q. Yama mana sal kamayib qolgan, atak qolgan joylarda yaxshi to'yintirgansiz, yaxshi bergansiz. Ko'ringiz yaxshi, sal ishlov berish kerak, atak yaxshi bali. Tegidida muammo. Buyoqlari normalniy, buyoqlar sal ko'p qilgansiz buyoqlarda, lekin endi tepa bo'lgani uchun sal oqqan. O'shaning uchun simni sal kamaytiring. Atak, ya'ni bugungi kunimiz qahramoni, bizning shogirdimiz. Siz qayerdandingiz? Andijon. Andijonliklar bormi? Bitta podдержка qilinglar, nomer 1. Andijonlik yana bitta nomer 1. Xudo xolis bunaqalar ko'paysa, mana shunaqa ishi sifatli qiladiganlar ko'paysa. Sizlar bilan esa svarshik nomer 1 bo'ldi. O'z o'quv kurslarimizda kutib qolamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Shogirdlar ko'payursin inshaalloh.